Latofatxon, assalomu alaykum yana bir bor. Boshlangan kunimiz xayrli bo'lsin. Sizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Hozir muxlislarimiz, ayniqsa yosh bolali ota-onalar juda ham qiziqishyapti. Bugungi dastur davomida bizni farzandlarimiz uchun foydali bo'lgan qanday tavsiyalar berilar ekan deb yosh ota-onalarga atalgan mavzudagi suhbatimiz boshlandi. Azizlar, ekran qarshisidan joy egallaysiz. Latofatxon, demak, bugungi kunda biz ko'p bora guvoh bo'lyapmiz. Endi ba'zida zamon shuni talab qilyapti, davr taqozosi deyishadi, texnika, texnologiya rivojlangan davrda yashayapmiz. Albatta. Har birimizni qo'limizda telefonlar bor, planshet, gadjetlar, kompyuter oldidan tinmay siljimasdan turib, mehnat faoliyatimizni ham hattoki mana shu texnikalar orqali bajarishga to'g'ri keladida. Buni ko'rgan bolajonlarimiz o'z-o'zidan ruju qo'yyapti mana shu texnikalarga-da. Ularni ham qo'lidan telefonlarni hozir tortib bo'lsa-da ola olmayapmiz. Shu darajada mehr qo'yishgan. To'g'ri, to'g'ri. Lekin buni salbiy ta'siri bor. Buni sizdan eshitamiz. Salbiy ta'siri bor. Hozirgi kunda aynan bolalarning nutqidagi muammolar oldingi statistika bo'yicha 2 barobarga ortgan. Bunga ta'sir qiladigan omillar juda ham ko'p, lekin gadjetlar, aynan telefon, planshetlarning ta'siri ham kuchli. Bunda bola telefon, planshet ko'rayotgan vaqtida atrofdagi voqea hodisalar unga qiziq emas. Bola informatsiyani faqat gadjet orqali qabul qiladi, lekin chiqara olmaydi, o'z fikrini bildira olmaydi. Ota-onalar ham berib qo'yishadi, bola tinch, "Men ishlarimni qilib olay" deyshadi onajonlar va bola o'z-o'ziga qolib ketadi. Bunda bolaning diqqati ham buziladi. Gadjetlarda berayotgan multfilmlar tez-tez sujetlar o'zgarib yorqin bo'lgani uchun hayot bolalarga qiziqsiz bo'lib qoladi va ular atrofdagilar bilan muloqotga, kommunikatsiyaga kirishgandan ko'ra telefonda o'tirishni ma'qul ko'rishadi va ko'p va bundanda ko'proq yangi yorqin multfilmlarni ko'ra boshlashadi va gaplashishmaydi. Buni sabablari ko'p, lekin aynan gadjetlarga to'xtaladigan bo'lsak, gadjetlarda hozirda bolalar bilsangiz agar ko'proq multfilm ko'rganda boshqa tillarda ham ko'rishadi. Ona tilini unutib qo'yishadi. Ya'ni bola ona tilida, o'zbek tilida uyda gaplashgan bola gadjetlarda boshqa tilda multfilm ko'radi va foydalanmaydi bundan. Foydalanmagan nutqi rivojlanmaydi. Buning uchun albatta ota-ona bola bilan to'g'ri multfilmlarni ko'rish kerak. Foydali multfilmlarni ko'rish yo'li ham bor. Ya'ni o'tirganda bolaga qo'yib bermasdan birga o'tirib ko'rish kerak. So'rash kerak. Multfilm qahramoni nima qilyapti? Nega yig'layotgan bo'lsa, nega yig'layapti? Bola hech bo'lmasa o'zini tilida sizga tushuntirib beradi buni. Nimaga yig'layapti? Nima hodisa bo'ldi? Shunaqa qilib nutqi boyiydi, chiqadi tashqariga. Ma'mur aka, meni ham mana shu masalada savollarim bor degandingizda, Ma'mur akada ham juda ko'p savollar bor. Keling, Ma'mur aka. Chunki serfarzand ota sifatida sizni bu borada, bu mavzuda og'riqli nuqtalaringiz bor o'ziga yarasha. Og'riqli? Ha, bormi? Yo, sizni farzandlaringiz umuman telefondan foydalanishmaydimi? Yo'q, meni farzandlarim telefondan foydalanishadi. Sog' bo'lsin, agar o'zlarining telefonlarining batareykasi o'chib qolsa, bizning telefonimizdan foydalanishadi. Agar bizniki ham o'chib qolsa, televizordan foydalanishadi. Agar televizor uyda svet o'chsa, keyin uxlaymiz deydi. Keyin esa shu narsa. Hozirgi vaqtda to'g'risini aytaman, bilasiz, meni nazarimda hozir gadjetlarda har xil, rus tilida, ingliz tilida, hattoki o'zbek tilida, boshqa tillarda ham har xil holatlarni ko'rib, bolalar ozgina til borasida adashyaptimi degan holatga qiyinchilik tug'diryapti. Oldin masalan bolalar uyda, uy sharoitida faqatgina ota-ona bilan, yaqinlari bilan gaplashganda faqatgina o'zbek tilida yoki rusda bo'lsa, rus tilida gaplashiradi. Va bolani til gapirishi tez rivojlanadi. Tezlashgan. Bu qanchalik yaxshi yoki bu qanchalik noto'g'ri? Masalan, har xil tillarni eshitavergani ham yaxshimi yoki kerak emasmi? Yoki bitta tilda olib borish kerakmi? Pedagogik jihatdan agar hozirgi zamon talabi har xil tillarni bilish kerak, lekin birinchi navbatda ona tilimiz rivojlangandan keyin tillarni qo'shsa ma'qul bo'ladi. Bunda misol uchun bolaga siz olmani o'rgatmoqchisiz. Hali bola gapirmayapti. Olma deysiz, unga apple deysiz ingliz tilida, keyin yabloko deysiz rus tilida. Bola uchun bu 3 xil narsa tuyuladi va siz so'raganingizda qaysi birini aytishni bilmaydi. Bu bolani rivojlanishini orqada qoldirishga sababchi bo'ladi. Ana, demak, bitta tilni o'zini o'zlashtirish kerak. Oldin ona tilini rivojlanib, yana siz bilan biz suhbat qilgan o'zbek tilini rivojlanib, bola tushungandan keyin bu tilni, keyin qo'shimcha tilni
qabul qilishi mumkin. Rivojlantirishimiz Aha, mumkin. tushunarli. Endi navbatdagi savolimiz. Aynan necha yoshdagi farzandni biz nutqida muammosi bor, nuqsoni bor deb ayta olamiz va necha yoshdan boshlab o'sha nuqsoni bor bola bilan mutaxassis muntazam shug'ullanishi kerak? Hozirda bizda erta tashxis juda ham rivojlangan. Ya'ni bola уже tug'ilgandanoq biza uni rivojlanish jarayonida nutqi chiqyaptimi yo'qmi? 2 oylik bola unli tovushlarni o'zini tilida nutqqa yaqin bo'lgan holatda a, u, gu deydi. Shunaqa o'yinchoqlar bilan rivojlantirishingiz mumkin kichik yoshda bolalarni. 1 yoshda bola уже qanaqadir so'zlarni ayta olish kerak. Oyi, qisqa so'zlarni. Buni rivojlantirish uchun to'g'ri rivojlantirish kerak. Bolaga uzun qilib, menga qizil chiroyli koptoni emas, koptokni ber. Aynan mana bu yerdagi kel o'yinchoqlardan deb. qanaqa qilib foydalansa Mana bo'ladi? aynan. ko'rsating. Misol uchun bolani nutqini rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, birinchi navbatda gadjetlardan uzoqlashtirish uchun bizda logopedlarni qiroli, ko'pchilik o'ylaydi bundoq zontlarni og'ziga solishadi deb. Yo'q, logopedik logo o'yinchoqlar. Bolani ish faoliyatidan ko'ra eng asosiy faoliyat o'yin faoliyati. Qiziqtirish uchun har xil o'yinlarni qilishimiz mumkin. Nastolni o'yinlar. Bunda bolaga misol uchun siz yovvoyi hayvonni etib qo'yasiz, men uy hayvonini etib qo'yaman. Siz o'ylab ham diqqatini qaratib qo'yishimiz kerak. Yo'lbars. Misol uchun men sigir. Aha. Siz keyingi hayvonni o'ylab topishingiz kerak. Maymun yovvoyiga kiradi. Echki. Aha. Bunda siz hozir ham hayvonlarni farqlayapsiz, ham uni etyapsiz, bir taraflama diqqatingiz qo'yishingiz kerak. Qo'y. Menga qarab shu gapni gapirdingizmi? Yo'q, bu uy hayvoni. Bo'ldi, tushunarli. Shu Echki emas. joyda echki emas, unda men sizga hozir otni aytaman. Oxirida demak Men sizga savol berishim mumkin. Siz aytdingiz, misol uchun sher dedingiz, u nima yeydi? Go'sht yeydimi, o't yeydimi? Bola aytish kerak, go'sht yeydi. Hattoki shu Hatto tomonlama shu taraflama savollar berasiz. Misol uchun nega sigir uy hayvoni? Nega uy hayvoni sigir? Chunki suti beradi. Agar uy hayvoni bo'lmasa, suti ko'chadagilar ichib qo'yadi. Xullas. Shunaqa qilib bolani bir Xayoliga taraflama emas, kelgan. har taraflama rivojlantirish Xo'p. mumkin. Ketdi. Ilon. Ilon aytdingiz-ku? Yana aytdim. Qaytarish Ilon, mumkin emas. boyagisi qora ilon edi. Qaytarish mumkin emas. Yo'q, hozir boyagi ilon edi haqiqiy. Bunisi esa uydagi ilon. Kuchuk. Kuchuk. Kuchuk nega uy hayvoni? Kuchukmi? U sut Endi bermaydi, hech ko'pchilik narsa uni- bermaydi-ku. Uni yovvoyisi ham bor hattoki. Ko'pchilik endi uyni qo'rovlaydi. Qolarsa biza yeb ichganimizni ozgina bo'lsa ham itga beramiz degan ma'noda. ham berish. Foydali. Hozir endi itlarga ham yo'q-u. Mayli. Xo'p, davom ettiramiz. Xo'p. Ma'mur aka siz bilan o'yin Zebra. o'ynash juda ham qiziqarli. Zebra nimaga ko'chani hayvoni? Zebra Afrikada yashaydi. Xo'p. Hattoki hayvonlar, yovvoyi hayvonlar ham ikkiga bo'linadi, bilasizmi? Yovvoyi O'rmon hayvonlar- hayvonlariga va issiq o'lkalarda yashaydigan hayvonlarga bo'linadi. Shu taraflama ham rivojlantirishimiz mumkin. Bola yoshi o'tgan sari savollarni murakkablashtirasiz. Hattoki qarang, faqatgina hayvonlar emas, balki sabzavot va Istalgan mevalarni ham istalgan mavzu. Ha, Shunday istalgan gapirsa mavzu. bo'lar ekan. Demak, ikki toifaga bo'lgan holatda Bu ikki tomonda bitta usuli, ha. Aha. Mana shu Juda muloqotni yaxshi. Menga bu holat yoqdi. Demak, men albatta uyda bolalarim bilan shu masalada suhbatlashaman. Juda yaxshi. Albatta. endi sizni ismingiz nima endi? Meni ismim Nima, timsohmikin bu? yo'q, timsoh emas, bu ilon. Ilon. ilon yili. Bu ilon. Ilon yili bo'lgan. Yo'q, mana gajaklari bor ekanda, gajaklari bor. Bolaga Meni qiziqarli hamma bo'lish uchun. ka deb chaqiradi. Ka. Xohlasanglar, sizlar ham ka deb chaqirsanglar bo'ldi. Faqat kani ikki marta aytmanglar. Xo'p bo'ladi. Bor. Rahmat. Juda Demak, asosiy. o'yinlarni o'ynashda davom etamiz. Latofatxon, yana qanday o'yinlarimiz bor? Bu o'yinimizni barmoq nomlarini bola albatta qarang, bolani rivojlanish jarayonida mani ko'p menga ota-onalar keladi, bola nutqi rivojlanmagan, gapirmayapti deb. Lekin nutqicha bo'lgan holatlarni kuzata olishmaydi. Ya'ni bola sakramasligi, yirik motorikada muammolar, koptoni usholmasligi ham otganingizni ushlab. Ya'ni bola agar o'zini yirik qo'llarini harakatini bajara olmasa, ularni ko'rib turibdi. Og'zidagi ko'rmagan mayda motorikasini qanaqa qilib boshqarsin? Shu sababli shu tarafiga ham qarash kerak-da, nutq rivojlantirishdan oldin. Shunda bolani qarang. Agar bola 1 yoshda ismiga qaramasa, so'zlarni foydalanmasa, 1 yoshdan mutaxassisga murojaat qilish mumkin. 1 yoshdan. Ha, albatta. Siz oldindan bilib olganingiz yaxshi-da, bu nima sababliligini. Albatta. Kutib, vaqt o'tkazganingiz sari bu yanada murakkablashib, yanada chuqurlashib boradi. 2 yoshga kelib bola jumlalar bilan gapirmasa, bunda ham mutaxassisga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Uning uchun bolalarni uyda sodda
tilda nutqini chiqarishimiz kerak, bitta tilda. Misol uchun boya keltirganimdek uzun qilib ma'lumot bermasdan qisqa qilib ma'lumot berib, undan talab qilishimiz kerak. Hozirda ota-onalar tomonidan giperopeka kuchayib ketgan, ya'ni juda ham g'amxo'rlik. Kelgan ota-onalardan isming nima deb so'rasam, ota-onasi javob beradi. Darrov, a? Yoshing nechida desam, ota-onasi javob beradi. 5 yoshdamiz, 5 yoshdamiz deydi. Qo'y bering, bolani o'zi gapirsin desa ham baribir bolaga ota-ona imkoniyat yo'q rivojlanishga. Shu taraflama ota-onalarga maslahat. Demak, o'ta ketgan g'amxo'rlik ham, kuchli mehr muhabbatimiz ham bolani rivojlanishida biroz orqada qolishiga sabab bo'ladi. shunday gap bor. Qanchalik bolaga mehr bersang, shunchalik uni susaytirasan. Albatta. Tushunarli. Latofatxon, sizga katta rahmat bugungi mana shu tavsiyalar uchun, berilgan ma'lumotlar uchun. Albatta, bu suhbatimiz birgina dastur uchun kamlik qiladi. Biz kelasi dasturlarda ham davom ettiramiz, sizni taklif etamiz albatta. Ishlaringizda omad yor bo'lsin. Xush ko'rdik sizni. Katta rahmat. Latofatxon, sizni kuzatib qo'yamiz. Keling, marhamat. Vaqtingizni ayamay kelganingiz uchun katta rahmat. Sog' bo'ling. Har doim mana shunday latofatli bo'lib yuring, sog' salomat bo'lib yuring. Salomat bo'ling. Katta rahmat. Xo'p, Latofatxon ketgan